Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha o'g'lim, qayerga ketyapsan? Dada, ko'chada ozgina ishlarim bor edi. Shularni bitirib kelay. Ha sen ketsang, abitga o'zim men Shavkatjon somsasini mana qo'shni Avaz degan onasiga ko'tarib kelyapti. Juda ham maqtashyapti. Bir 2 dona ko'tarib ketchi, biz ham bir yillikchi bolam. Dada, qanaqa somsa? Hozir men somsaga vaqtim yo'q. Mana bir emas 2 ta mashina bo'lsa, o'zingiz g'iza chiqib kelsangiz bo'laveradi. Keling, o'zingiz chiqib kela qoling. Ha, mayli-da o'g'lim. Yaxshi borib kel. Sog' salomat borib kelaver. Endi meni oyog'im og'risa, belim og'risa, mashinamni olmasam, qanday borib kelaman men? Yaxshi borib kelgan. Ma'lum mansabi shunday azli hayot maktabi kim ham sizdek yoki siz kabi menga muhtoj zordir onajon 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 to'yib ketdi. Shavkatjon, hormasinlar. Assalomu alaykum. Sog'-salomat. Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Shu desang, onamning mazalari yo'q. Lekin sen pishirgan somsani yaxshi ko'radilar. Har kuni shu Shavkatjon qo'shnilar somsasini olib kelgin, 2 ta olib kelgin deydilar. Bittani qarang, yarmini yeydilar. Lekin juda ham yaxshi ko'radilar. Yoshlari 80 dan oshib qoldi. Shunisiga shu qilaman. Yeyman, ichaman deb turibdilar, borlariga shukur. Ikkita yaxshi somsani qo'y go'shti bo'lgandan bersang. Ha, aka, o'shani sizni yaxshi ko'raman-da. Mana 80 ga kirgan onangiz bor. Shularni ehtiyot qiling. Qolgani hammasi bo'laveradi, aka. Mol dunyo hammasi topilaveradi. Onaning duosini olaveradi. Hozir aka, eng zo'r joyidan tandirdan o'zi beraman hozir. Yaxshi ham baxtimga onam borlar, umrlar uzoq bo'lsin. Nima yeyman, nima ichaman desalar, ko'ngillariga qarayman. Ilohim hammani onasi bor bo'lsin. Bolalariga shukur. Rahmat senga ham. Qo'y go'shtining eng chiroyli issiq joyidan berdim. Onajon duo qilib qo'ysalar bo'ldi. Rahmat uka, umringlar baraka topsin. Sog' bo'ling. Xudo xohlasa. Xo'p aka, salomat bo'ling. Bu 5 kunlik dunyo kengga keng Bu kishini ham nuqul uyga tashiganlar deb bo'ladi. Bir odamga o'xshab, xotirjam o'tirib, somsa-pomsen odamga o'xshab o'tirganlarini hech ko'rmayman-da. Odamlarga ham hayronsan. Yaxshilab o'tir, mazza qilib yeb, ichib o'tir, hayotdan lazzat olib yashashni bilmaydi-da bular. sevaman deb aldagan sanan o'zgasiga yordir onajon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog' salomat. Avazbek yuribsizmi? Rahmat Alloh. Qayerdan kelyapsiz? Tilla tandirdan. Tillatan. O'zimizdan, Shavkatjon somsasidan. Onalar yegalari kelgan ekan. O'zingiz bo'lsin, onangizlar tuzuklarmi? Ha, rahmat. Yuring, cho'pay qilamiz. Rahmat, yashayvering. Onajon, onajon to'yib ketdi. Buni g'iybat qilguncha uyingizga borib, otangizdan xabar oling. Balki abetga yeydigan narsasi yo'qdir. Hozirgi aka siz bilan bizga o'xshab ko'chada o'ynab yurgani yo'q. Onasiga ekrona bo'lsa ham somsa ko'tarib ketdi. O'ylab qarasam, gapingda jon bor. Ancha otamga be'tibor bo'lib qoldim. Menga mana shu somsani issiq joyidan 2 dona ber, otamning bor duolarini olaman. Dadajon, uydamisiz? Dadajon, xayriyat uyda ekansiz. Ha o'g'lim, tashlagmi? Hovliqib. Shashilib kelyapsan. Dadajon, ertalab ketayotganimda sizni ko'nglingizni biroz og'ritdim. Men endi tushunib yetdim. Nodon o'g'il ekanman. Kechiring dadajon. Ey do'stlar, ayting dadamni zor edim bir ko'rgani. Ey do'stlar, ayting dadamni zor edim bir ko'rgani. Yoshligimda